Bismillahirrahmanirrahim. Sura Fussilat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Ha mim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Bu nihoyat shafqatlik, mehribon Alloh tarafidan nozil qilingan vahiydir. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Oyatlari ochiq bayon qilingan kitobdir. Biladigan qavm uchun nozil bo'lgan arabcha Qur'ondir. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Müminlerge cennet bilen xush xabar bergüçüdür. Kapırlarni dozaq bilen agahlandırgıçıdır. Ular, yani müşriklarning tolisi, onun ayetlerini fikir qilishdan yüz öğredi. Ular, onunğa kulak salmaydı. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan. Quloqlarimiz eg'ir. Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi haqiqatan o'z ishimizni qilayli. Ya'ni senmu o'z dining bilan bo'l, bizmi o'z dinimiz bilan bo'layli deydi. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Sen u müşriklarga men sizlarga o'xshash insonman. Menga ilohinglar bir ilohdir deb vahiy qilinadi. Uningga iymon va toat ibodat bilan yuzlaninglar va uningdan mag'firat tilanglar degan. Mushriklarga voy. Allazina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ular zakat bermaydi, oxiratga ishonmaydi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. İman etqan ve yaxşı əməllərini qılğanlarga əlbəttə üzlüksüz savab veriladi. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sen ularga, sizler zeminni 2 günde yaratkan Allah'ni inkar kılamsılar ve onunla şerik keltiremsizler. O, alemlerinin perverdigarıdır degin. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أيام سواء للسائلين. O zeminin üstüde nurgun tağlarını yarattı. Zeminni bereketli kıldı. Ahli zeminin rızkını belgiledi. Zeminni yaratış bilen ahalisinin rızkını belgileşini kem ziyadesiz beraber 4 günde tamamladı. Zeminin ve uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rag'uvchilar uchun bu javobdir. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar. Ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkalisi ixtiyoriy keldik dedi. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tovanki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Agar ular bu bayonlardan keyin imondan yuz o'risa, sen ularga sizlarni Od va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degin. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Öz vaqtida ularga oldi kaynidin, ya'ni hamma tarafdan payg'ambarlar kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar desa, ular agar Parvardigorimiz xolisa, cho'qim farishtalarni tushirgan bo'latdi. Biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz dedi. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Od bo'lsa, zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Ularga bu dunyodala xor qilg'uchi azobni tetitishimiz uchun shum kunlarda qattiq so'g'uq shamolni avatdik. Oxiratning azobi teximi xor qilg'uchidir. Ular azobni dab'i qiladigan yordamga erisholmaydi. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Samudga bo'lsa, to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. İman etqanlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uningga agashganlarni azobdan qutqizdik.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ U kunda Allah'ның düşmanları dozaqqa toplanıdı. Aldı arkası yığılıp bolğuca to'xtatib qo'yiladi. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Ular dozaqqa kelganda ularning quloqlari, ko'zlari va terileri ularning qilmishlari haqida guvohlik beradi. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Ular o'zlarining terilariga nemishqa bizning ziynimizga guvohlik berdinglar deydi. Terileri her narsini so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilusizlar deydi. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda quliqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan cheg'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib kishilardan yo'shirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik beradiganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Agar ular azobga chidasa, chidamlikning foydasi yo'q dozaq ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erisholmaydi. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallat qildik. Ular, ya'ni shaytonlar, ularga oldi kaynidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarni chiroyli ko'rsatdi. Ularga ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan gunohkor shaqiy ummatlar qatorida azob so'zi tegishlik bo'ldi. Chunki ular ziyon tortquchilar edi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Kafirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar. Uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Biz kafirlarga çoqum qattiq azobni tetitimiz. Biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Allah'ның düşmanlarına beriladigan jazo ani shu do'zaxdir. Ularning manguylik turadigan joyi do'zaxdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo beriladi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ Kafirlar, Parvardigorimiz, insonlardan va jinlardan bizni ozdurganlarni bizga ko'rsatgin. Ularning eng xorlardan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz dedi. Innallazina qalu rabbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ Şübhisiz ki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar. Ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Biz dünyada, ahirette sizlerning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tiligan narsanglarning hammasi bor. Nuzulan min g'afurir rahim. Ular nihoyatda mag'firat qilguvchi, nihoyatda mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Alloh وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Allah'a, yani Allah'ның tavhidiga va toitiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Yaxshi ish bilan yomon ish baravar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shundoq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat büyük nesivi ilgisila erishalaydi. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilegin.
Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Kechi bilan kunduz, kun bilan oy Allah'ның birlikini ve kudretini körstüdüğün alametlerdendir. Quyoshga secde kılmanglar. Aygımı secde kılmanglar. Ularını yaratkan Allah'a secde kılыңlar. Eğer fakat Allah'a ibadet kılıdığın bolsanglar. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Eğer kuffarlar çoğunçılık kılıp Allah'a secde kılıştın baş tartsa, Perverdigarının dergahidikiler, yani perişteler, keç kündüz Allah'a tesbih eytip turdu. Ular malal bulup kalmaydı. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bu mu Allah'ның birlikini ve kudretini körstüdüğün alametlerindendir ki, sen zeminni qaqas körüsen. Onunğa yağmur yağdırgan vaqtimizda zemin kötürülüdü ve köpüşüdü. Şübhesiz ki, zeminni tirildirgen zat, ölüklerini elbette tirildirgücüdür. O, hakikaten her nersige qadirdir. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yakhfawne aleynâ. Efemen yulqâ finnâri hayrun emmen ye'tî âminen yevmel kıyâmeh. İ'melû mâ şi'tum. İnnehu bima ta'malun basir. Şübhesiz ki bizning oyatlarimizni burmulab tushundirdiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni do'zaxga tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqininglarni qilinglar. Shubhasiz ki Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehum ve innehu lekitâbun azîz. Şübhisiz ki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Şübhisiz ki Qur'on g'olib kitobdir. La ya'tihil bâtilu min bayni yadayhi ve la min khalfihi. Tenzilun min hakimin hamid. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qilg'uchi, madhiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lir-rusul min qablik. İnne rabbaka lezû mağfiratin ve zû iqâbin alîm. Sana müşrikler tarafından eytiladigan sözler faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafından eytilgan sözlerdir. Şübhesiz ki sening Parvardigoring mag'firat egisidir ve qattiq azob egisidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Mubodo biz uni ajam tilidagi Qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimu deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning davetiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ani shular yiroqdan nido qiling'uvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ata qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shakdidir. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Kimki yaxshi ish qiladigan, foydasi o'zigadir. Kimki yomon ish qiladigan, ziynimu o'zigadir. Parvardigoring bandalarga zulm qilguvchi emasdir. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'ullaridan chiqishi, har qandoq kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. U kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, oramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chog'da cho'qingan butları ulardan o'zlarini chatga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limu umidsizlanib ketadi.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Agar biz uningga kulpatdan keyin rahmatimizni tetitsak, u cho'qim bu o'zimning sa'i ijtihodimdan kelgan qiyomatning bo'ladiganligiga ishonmayman. Mubodo qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimu, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta, kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigoriga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakavrlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Qur'on men aytqandek Allah tarpidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar, uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidinmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardinmi gumroh odam yo'q? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. Bilinglar ki, ular haqiqatan Parvardigoriga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglar ki, Allah hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turguchidir.